Biz Namangan viloyat Norin rayon Toshloq qishlog'ida yashaymiz. Shu 80-yildan beri limon bilan shug'ullanamiz. Ustozimiz otamiz bo'ladi, Anarboy hoji. Shundan beri kam bo'lganimiz yo'q, shu bilan shug'ullanib, qarab. Noodatiy shakl turibdi. Hamma joyda 3 ga 3 ekilar, lekin siz 1,5 ga 1,5 qilib bu yoq o'rtasida. Ha, endi biz qalaroq ekkanmiz. Endi bir-biriga yetkincha o'rnidan foydalanish. Buni vaqtida abreskasini qilib, yerdan unumli foydalanish maqsadimiz. Shaklga keltirish uchun endi yoshligida chimdi borgan yaxshi. 1 yil kutib, kuzda borib kesib tashlagandan ungacha 3 ta 4 ta shoxat olamiz. Buni ekkan vaqtimizdan boshlaymiz. Shu 20-25 sm chiqqanda chimdi boramiz. Ko'rsatib bera olasizmi? Ko'rsataman, mana unda chiqibdi mana. Buni nokerak shoxini olib tashlaymiz masalan, mash kerak bo'lsa olamiz. Bu 20-25 bo'lganda uchidan chimdib turamiz. Bu yana shoxlaydi. Baydan chimdimiz nokeragini olib, shakl berib boramiz. Shuna qilib. Ko'rib turibmiz, hozir hammasi ham yaxshi, bironta ham kasallangan shoxi bor. Bunga qanaqangi ajratib ishlar amalga oshirganmiz. Biz limon terib olgandan keyin o'g'itlarini beramiz hammasini. Ya'ni limon terilgandan keyin, hosil terilgandan terib olgandan keyin shakllarini berib, shu bilan bahorda yana bir qaraymiz. Asos qarovi ekmatda. Kimyoviy ishlov berishda hamma joyda to'liq bergan preparatlarimiz kasallikka zararlarga qarshi berganimizda albatta e'tiborni shunga qaratasiz. Demakki, kimyoviy ishlov bergan paytingizda daraxtni bergan preparatni to'liq qoplash kerak. To'liq tegish kerak-da tagidan. Shuning uchun shilangda tagidan beramiz. Ustidan ham berib yuboramiz keyin. Hosilni yaxshi olgan. Hoji aka? Albatta, u yuqorida ham bor. Buni olganligi sababi mana shu plyonka turganligi. Divoynoy. Ham terimiz bo'lib turibdi. Mana tashqarida ancha salqinbay. Optimal temperatura, optimal harorat, havoning namligini ushlab turish. Havo aylanib turadi. Agar bir qavat bo'lsa, nima sepib qo'yamiz biz? Loyqa sepib qo'yamiz. Bu mahalliy sharoitdan kelib chiqib shunaqa. Yoki setka. Lekin quyoshdan maksimal darajada asrash kerak gullab turgan paytda. Ha. Endi bundan bag'iga otsa bo'laveradi. Biz shirindini boshida yoshligida solamiz. 30 sm yoniga 40 ga 40 qilib turib solib qo'yamiz. Faqat sharbat oqizamiz. Keyin gummat oqizamiz. Gummat bor-ku. Aksi gummat, fosfor gummat. Ashaqalarni suvga qo'shib berib yuboramiz. Aralashtirib karbamid ham aralashtirib solaveramiz. Selitra to'g'ri keladimi? Bir xil dori beravermaymiz-da. O'zi to'satda shox chiqib, ular quyoshdan yashirinishga harakat qiladi, o'zi o'simlik ham. Shunga sharoit yaratib berish kerak. Boshida menimcha o'ylayman, o'stiradigan dori solganimiz ham yaxshi-da. Quyoshdan saqlaydi. Mabodo ko'pchilik chetga qo'ymaydi. Ana qilib, plyonkani erta oboradi. Soyabon bo'ldi. Mana soyabon to'sib turibdi. Yuqoridagi barglar pastdagi 10 ta limon mevasini turibdi. Shuni tepasida yuqoridagi barglar soya berib turibdi.